Salom do'stlar, sizlar bilan Daris Mo'minjonov YouTube kanali va bu videoda Husanovning 78 lik kartasini olishga harakat qilamiz. Mana bu yerda skautlar bor. Agar skautlardan chiqmaydigan bo'lsa, agentlar ham bor. Bizda rare agentlar ko'rganingizdek. Bulardan 23 ta va agentdan 8 ta ekan. Va videoni cho'zmasdan tezroq boshlaymiz va birinchi urinish omadsiz. Hop, yo'q. Merino. Uchinchi skautimiz va Alaba. Juda tushib ketdi reyting Alabani ham. Hop, yo'q. Va keyingisi yo'q, omadsiz ketyapti video negadir. Hop, legendarniy va Costa. Hop, yo'q. Ko'k o'yinchilar chiqmoqda. Skautdan chiqmaydigan bo'lsa, aytganimdek, agentlardan olishga harakat qilamiz. Abduqodir Husanovni va legendarniy va yo'q. Befoyda urinishlar. Xo'sh. Laymer. Yo'q. Ramon. Va yo'q. Oxirlab qoldi skautlarimiz ham agent ochadiganga o'xshaymiz. Menimcha Safonov sariq bo'lishi mumkin. Shu o'yinchi ham. Hop, keyingilari hop, Kunya. Manchester United o'yinchisi, hop, Rabiot. Oxirgi skautimiz va kim bo'ladi? Arda Güler. 81 reytingda. Va agentlarga o'tishimiz ham mumkin va boshladik. Hop, birinchi agentimiz kim bo'lishi mumkin? Hop, qani? Hop, notanish bayroq va kim? Matic degan o'yinchi chiqmoqda. Hop, ikkinchi agentimiz kim bo'ladi? O'yinchi joyi yo'q ekan. Hop, Maticni sotib yuboraveramiz hozirgi fitness. Hop, ikkinchi agentimiz. Hop, Rosario. Yo'q, Keyanmas. Hop, uchinchi agentimiz. Ispaniyalik kim? Raulmikin yo Hauserlar sara bo'lgan. Hop, Masquera. Kvasiyalarning cho'ntagida qolib ketgan o'yinchi, hamma biladi buni, finalda ko'rganlar. Penalti shunos. Hop, 4-chi agent. Yo'q. Hop. Keyingi agentimiz yana ispaniyalik Indasensio javob. Yo'q, Fran Garsiami? Yo'q, Central. Hop, 83 tezlik. Asensio. Sotib yuboraveramiz buni ham. Hop. Asensio. Yangi Ramos deb aytishdi, lekin o'xshamadi. Hop. Kim? Bas. Sotib yuboramiz buni ham. Hop, oxirgi ikkita agent. Suyanib chiqmaydiganga o'xshayapti. Hop.
Lesmelov. Hop, sotib yuboramiz. Va oxirgi agentimiz kim bo'lishi mumkin? Husanovmikin? Yo'q. Va Husanov chiqmadi. Hop, video omadsiz bo'ldi. E'tibor bermaymiz. Bu birinchi video. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Keyingi video mana bu dinamik playerlar haqida bo'ladi. 8-iyunda keladigan. Ularni ochib sizlarga ko'rsatamiz. Like bosib obuna bo'lib turasizlar. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz katta rahmat. Sizlar bilan Dallas Mo'minjonov YouTube kanali bo'ldi. Va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.